Assalomu alaykum azizlar, hurmatli kanallarimiz kuzatuvchilari, azizlar, bugun e'tiborlaringizga ajoyib xonadonlarni taqdim qilamiz. Yana katta bo'lgan 270-250 kvadratli hovli joylar, 2 etajli Euro remont etib tayyor holatida turibdi. To'g'ri kirib yashayverasizlar. Yana ham skidkalari bor. Video davomida o'tirming ko'rsangizda, xudo xolasa skidkalarni oxirinda aytib o'taman. Va sizlar uchun bilasizlar, muhokidin shu hujjatlarni tekshiramiz. Hujjatlari bor uylarni sizlarga reklamaga chiqaramiz va uy egalarini telefon raqamlari bilan qo'yamiz. Manzilini tushuntiramiz. Oxirida pulini ham aytib o'tamiz. Shuning uchun vнимательный ekranni qarshisine yaqinroq kelib o'tirib tinglab ko'rishlaringizni xohlagan bo'lar edik. Videomiz boshlanganda bizga like bosinglar, chunki biz sizlar uchun ko'p harakat qilib turibmiz. Ya'ni hujjatlarni tekshirib turibmiz, uy egasini telefon raqamlarini, manzillarini qo'limizdan kelgancha daskanalni har bir narsasini to'xtab tushuntirib berib turibmiz xonadonlarimizni. Bizga like sazorimizda bo'lamiz. Like bosinglar, kommentariyada yaxshi fikrlar, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, bizning kanal orqali uyni hujjatlari tekshirilgan holatida va uy egalarining telefon raqamlari bilan topishingiz mumkin bo'ladi. Azizlar, variantlari bor. Variantlari biroz pulingiz yetmay tursa 2-3 oy durib beradilar ekan. Keyin mashinangiz bo'lsa, mashin bilan ham bartaraf etib olishingiz mumkin ekan. Yanglar uyimizni, xonadonimizni manzilidan boshlaymiz. Manzili Urganchda 9 oxirida yangi Ashkabatskida joylashgan. Transport o'tadi eldinden. 9-yo'nalish yo'lidan transportlar bor. Maktab bog'cha yangınangizda chiqsangiz eldingizda, yaningizda poliklinikalar shu yerda joylashgan. Yana poliklinika o'ringizda. Xususiy poliklinikalar bo'ladi bu endi, bilasiz. Undan tashqari bu avtobusdan tashqari Damazda o'tadi eldinden. Hozir nechasi o'tib qaytdi. Maktab o'rimizda, bog'cha yan boshimizda, yana bog'chani bir ko'rsatib o'ting, yaqinlashtirib. Bog'chamiz yangınamizda joylashgan. Uzoqqa borib kelib o'tirmaysiz. Bolangiz darrov boradi keladi. Hujjatlaringizda, hujjatlarimda bo'lish uchun aqdlar ham bor ekan, uje alohida bo'lib chiqarish uchun keyin kadastrlari bor. Kadastr pasporti, bundayna kadastrni reyestrdan ko'chirmas. Bundayna o'zi. Hamma narsasi bor. Kelasizlar, shundan biza bilasizlar, bizning vazifamiz shu yerda shu xonadonlar sotib olish kontrollar haqida e'lon qilish. Sotib oluvchining vazifasi o'zi kelib, o'zi tshательный tekshirish shart hamma narsani, pulini notariusda hisoblashib olaverasizlar. Azizlar, xonadonimizga qaytamiz. Eldilarni ko'rib tursa, uyimizni enini 9 metr ekan. Enini 9 metr, uzunasini 30 metr. Eldilarni ko'rib tursa, seshkalatilgan, bemalol mashinalaringizni qo'yish uchun joylari bor. Yan atrofida zelený zonalar qilingan. Fasad qismlari travertiller bilan ishlangan, ramka olingan, даже ko'chani fasadi bo'lishini qaramay, chiroyli etib zo'tilgani, shifrlarni e'tibor qiling. Eldilaringni bellarga o'tsa, shifrning zonasi chirpitsada aytilgan, areallarimiz listdan zo'tilgan, darvozalar, katta darvozalari bor. Bunda alohida kirib chiqish bor, svetchiniklar o'rnatilgan. Ko'rib turganlaringizdek, katta bir xonadon, ya'ni aytganimdek 250 metr kvadrat, 250 metr kvadrat, unda 270 metr kvadratlisi bor, bunga plus elektronli varotalar ham qo'yilgan ekan. Shuni ko'rinishda hamma sharoit bor, hamma yeri udobniy, hamma yeri yaqin. Aytganimizdek, chiroyli o'ylayman, ham gangasdan kelib ko'rsatib chiqamiz. Fasad qismlarini ham travertini, oddiy travertini emasingizlar, jemchujniy, ya'ni quyosh tushgan vaqtda yaldirab turadi. Yanib turadi uyingiz. Ana unda garaj qismi, bunda garaj qismimiz. Bir ilik ekan, bundan kerak. Ayaqın teyler ham uya haqiqatdan yaxshi uylar rasxod qilingan. Chunki ko'rib tursa hammadan bir nelarni ko'raveramiz. Yani misol shu ayaqın teyindagi kafelarga e'tibor qilinglar. Nasha mehr berib zo'tilgan. Fasad qismimizda aytganingizdek travertin, sokollari mramordan ishlangan. Bemalol yana bir de mashinalarni ko'p qo'ysangiz, 2-3 mashina sig'adi. Kanalizatsiyalar chiqarilgan ko'chaga. Uyimiz toza qurildi hali. Ko'p bo'lmadi. Pishgan xom karuvchi aralash qurilgan. Birinchi etaj plita bilan boshlangan, ikkinchi etaj og'och bilan boshlangan ekan. Hozir shunday ma'lumot oldik. E'tibor qilinglar. Ko'p yerda misol ko'rmaysizlar. Endi men Toshkentning uylarini ko'raman. Toshkentda shu quradon quruvchilarning uylarini ishini chiroyli tuzatadilar. Svetchiniklarni necha qo'yib tayyor holatida turibdi. Qarang, zelený zona qilingan. Beran bir ajoyib bir rasteniyalar ko'rasizlar. Dapada balkoni bor. Balkondan e'tibor qilinglar. Ko'rinishda xonadonimizga kiraverish ishlarimiz. Aynalarni ko'rib tursizlar, katta panoramli aynalar qo'yilgan, yana ham ko'kartirilgan xilis, neden chiroyli ko'rinib turibdi. Qarang. Lesisalarimiz ham o'zgacha stil, o'zgacha did bilan chiroyli tuzatilgan, yana naqshli kafellardan foydalanilgan. Sekin xonadonimizga kirib boraveramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ve giraverishimizda
Şana ötüp ben onu görseting. Eşikler plastik ramlarından. Köçeden girgenimizden ayakımız stiler kafel. Yani məlum bir mestası, məlum bir yeri. Çıraylı görünüşte kafelerden faydalanınca yakınlaştırıp görseting. Beyanın ölsek ucuz laminat polu etilgen, yani beyanımız köşeye hiç ötüş için. Köçeden girerişimizde iki cayda öyümüzde istir tizimleri, yani iskini tut, yakı koyup kolayken iki cayda koyulgan. Dalanımızda girerişimizde rakoynola ucu ornatılgan, yani mebelli hilları, çıraylı görünüşteyi. Sulu suya gaz, yani kalanların mamması yok, görüp dursa. Arkalar özgeçe stil, özgeçe dilde zötülgen, çıraylı kafelerden çıkarılgan iyi. Nelerine etibar kılınla, aynalarına öz yanı böçedin. Buna etibar alasa iyi. Her bir elektrik stası 3 addeyini avtomatla koyup ötülgen. Hemen ersesine toxtalıp işlengen, addi kulüçatiller, rozetkeler etibar kılınla. Yaşlarına faydalanıngan. Dalanımız ceta bir 4,5 metrle bayenine, uzunasına 8 metre izi. Devallarımız hazırki zaman talebine cevap verdi. Çünkü hazır şunu modada görüp turalarsınız. Ramka alıngan ve kafeini svet verilgen. Çıraylı etip. İçilizin zonamız ham alakada işlengen. Çünkü bir çıraylı görünüşte hazırki zamanavi modada doskelerden faydalanıngan. Patolog kısmına etibar kılasılar izle. Figura berip çıkılıp da içine sekretariatla koyulgan yana hoşara görüneden özlerizim baxa berip ötüngle. İyi hem de gala gerle var, bir lüstrası kem. Skitkesi badiyenim, skitkesini video davamında aytaman. Kondisyoner koyuş için hem rozetka taşab ötülgen kem. Geleyin. Xanadanımız 6 xanadan ibaret, yani birinci etajda zal, dalan, spalnya, kuxnya, bax taraf, keyin de sanuzul, her iki etajdan sanuzuluna ega ve depede 4 xanadan ibaret edildi. Yani umumi xanalar sanı 6 xananı təşkil kılar. İşiklerim etibar kılınlar. Neden? Çıraylı görünüşte sifetli işikle koyulgan. Yan kısmımızda zal kısmı bir hemşire ceta bir 3,60-3,80 var. Enine uzun asarabım 8 metre 2 çetteyle radyatorla koyulgan. Aynalar üzeriz görüntümalarınızı panoramli vid. Havlınıza birine svetidin hoşrayken молочный svet verilgen. Çıraylı yani laminat polumuzdan şu neyen koşadı. Ayakkabı siyelerim çıraylı laminat polu etilgen. Devallarım birimizden ramka alıngan. Patolog kısmı bana ucu 2 kavat etip işlengen. Gipsakardondan çıraylı figuralar verilgen. Svetodiodları koyulgan. İken taraflama. İyi inabı görüntüvallarınız pökekemez eken bulayızda. Alibastırdan işletiptiler. Pökekemez. Şu sınav etibar kılınma bu nerselerini hemmesini şu rучная работа çıraylı düzeltilgen. Bize ilişkisinin var, Şponla etilgen o. Şponla etilgen. Bilmem. Ezde xanadanımız ege sayısı tuttular. Eşiklerem, zinelerem şpon deriyorlar etilgen. Yani bu şponunu biledi olan özü biledi. Addi MDF'de etilmeyen. O sana etibar kılınlar. Yani dolgoslujущий köp hizmet kıladı. Bunda sanuzun tepesinden sanuzul. Beyanımızda kuxnyası, beyanımızda spalnyası yerleşken. Lisis sanuzu çeyinde yine beyanında bu nerselerini koyuş için messalarım aşağı düzütüp ötülgen izle. Yani şu spalnyasını gösterip veremiz. Spalnyam şu tabi 3 arımlara 4. Belki bu rakamdır. Radyatorlar koyulgan. Yani bunda spalnya mebeline cayına alakada. Şunu bir çıraylı görünüşte bitilgen. Bunda rozetkeler taşab ötülgen iken chetde. Çıraylı görünüşte. 4'e 4 mü? Zarlar yapıldı 4 metre il diyarı. Beyanımızda izle sanuzulumuz yerleşken.
Beğenimiz kuxnyamız. Kuxnyamız razmeri 4x4 razmerdeki. Azı uy egalarinden məlumat aldık. Belki tutdular. Birimiz hem çıraylı laminat polla etilgen. Mebelini zonasını ucu kafeler olup çıkılgan. Koyulaşı gerek olan narsalar koyuyorlar. İyi özgeçe stilde aboydan faydalanıp çıraylarken doğrusu bana adım yaktı. İsterim öz fikirlerinizi yazıp kaldırınlar. Nasennik açollarımız koyulgan stabilizatorundaça tayar halatında. Şimdi görün işte. Katalog kısmı, ben kısmını ötüp görsedim ana galageller koyulgan svetodiodla verilgen çırayla etmi özgeçe görün işte düzeltilgen iken. Kuxnyam вообще zor. Acayip. İyi bax tərəfimizdə eşiğine etibar qılınlar, aynalı, çıraylı. Bax tərəfim bu. Bax tərəfim görürsünüzlər. Dedim katta bulmasam, no, acayip düzeltilgen. Zilyanı zona üçün mesela qalırlar, tapçalarını koyup yazda nezəlib otursanız boladı. Öyümüz aytkanımız deyim, bu xanadanımız 250 metr kvadratda joylashgan ekan. Argı xanadanımız 270 metr kvadrat. Tabi kichkina emas, uju katta görüp turganlaringiz. İkinci taraf chiqarishimiz ham e'tibor qilinglar, chiroyli ko'rinishdagi kartinkalardan. Bo'yli kartinkalar qo'yilgan shuda. Shuni ko'rinishda. Her bir lesisamızı chiqarishimizda seçeneklarni qo'yib o'tilgan uju ikki joyda. Buni ham e'tibor qilasizlar. Bir anda iki tane katta xona, yani iki zal desek oladi. No gerek olsa spayna dese, bir anda iki spayna, da sanuzolimiz joylashgan. Kelaymiz, o'ngdan boshlaymiz. Yani ben ötüp görseting. Ka'bani yanı rasm surati tushirilgan. Eshiklar ham sifatli, ajoyib, shpondan mo'yilgan dedilar. O yani bunu nechun aytamiz? Buni aytishimizdan sebep ertang bir gün yashaysiz, baribir ko'proq xizmat etadi degan maqsadimizdan. Endi ko'p odam MDF'dan qo'yishi mumkin, yana bir chekishi mumkin. Shuni ko'rinishda bu xonamizdan pastligimizning detachi 360-370'lere uzunasına şu 8 metrler bak. 7,5-8 metrler bak. Çıraylı görünüşlü aboylardan çıkarılgan. Bonusu badep duruyordum. Bonusunu hazır tushuntirib o'taman. Uyimizning bahası 125 bin dolar aytilibdi. Eğer 125 kerakmidi desizde 10 bin dolar aptaşırsa 115 bin'e beriladi. Yok desizde 125 bin oladı. İçine cihazlar yani kuxni mebelleri, televizor, bu g'olib holaları, lustraları, şunun narsalar koyup beriladi. Endi yanını o'zaro uy egasi bilan xudo xolasa telefonlashib, üstüne gelishib sotib olaverasizlar. Yanımızda ikinci zalımız. Berimiz ham dim chiroyli tuzatilgan. Hozir o'zim boshda bir ko'rib chiqdimdan keyin yana qo'limizdan kelgancha sizlarga ulashtiribmiz. 360-370 bang. Ha 4 desang, 4. Argado. 4 metre ekan izlayini, uzunasini 7,5. Chiroyli. Chiroyli ko'rinishda patologga e'tibor qilinglar. Ruchnoy работа. Ustalar qo'l ishladi o'zi, to'g'rimi? Ustalar o'zlari ishlab chiqdilar. Ajoyib tuzatilgan. Galagelarga e'tibor qilinglar. Uyni yorug'ligi yaxshi bo'ladi. Ha, bo'ldi. Uyni yorug'ligi yaxshi bo'ladi. Hamda ruchnoy работа aytganimning baribir qo'l mehnati boshqacha bo'ladi. Chiroyli ko'rinishda aytilgan. İki joyda hammada ko'rdingizlar, hamma xonada ikki joyda radiator bor. İyi ajoyib bir balkoni bor. Balkondan hozir ko'rsatib o'taman. Bellarimiz ham, oyoqchalar kafellar aytilgan. Bellar ham travertilla sapilgan, ko'rib turganlaringiz yangina. Umuman shu ko'rinib turgan oq zdaniya 50-maktab, ya'ni 9'dan ahırında yangi Ashgabatskiy hamma biladi. Kirib kelishingizda 50-maktabning orqasida bor. Bunda bog'chang yanginangiz. Yaningizda. Onda poliklinikasi. Yana avtobus, Damas eldingizda o'tadi. 9'da yo'l o'zi aslında Xanka yo'li, Urganch Xanka yo'li ondan. Yo'l ham yaqin, mana mashina o'tib qaytib. Ham udobniy. Yana hovli joyimizni defa qismidan pastni ko'rsating. Shab ishlangan. Har qaysi har xil stilda ishlangan. Yana ben hovlimizni ko'rsatdim. Keyingi hovlimizniki boshqacha. Bu yerimizda balkon bo'lishini qaramay, baribir shundan seçeneklar qo'yib o'tilibdi. Bu narsalardan e'tibor olinglar, baribir ham pul olib kelingan, men aytib qo'yilgan, sim ketgan, un ketgan, borib kelish ketgan, vaqt ketgan. Ko'p odam
Qısqa o'ylaydidan har xil bir fikr bildirib qo'yadi, tushunmayman. Uyni qurib ko'rgan odamlar biladi. Nechik mehnati bor ekanligini, nechik rasxoti bor ekanligini. Bundan meni televizorning zona shuninglar kelib ketilgan, rozetkalar qo'yilgan, beyni o'zini meni. Chunki chiroyli ko'rinishdagi doskalardan foydalanilgan. Dekorativ bir ko'rinishda. Keyin bu yonimizda sanuzulimiz joylashgan. Yanında kattalarimiz İspanyası bu kuxnyamız yapası 4'e 4 razmerdə. Beram özgəçə görünüşdə aboylardan faydalanırlar. Hər xanamızı görünüşü hər xil. Bəli adam bir xillikdən qısıq ketər. Şu səbəblə hər xillər düzəltilən. Bu ucu yaxşı. Xanalarım katta, keng, patologlar, chiroyli bana natijli patologlar ilə. Zo'r düzəltilən. Bundan tashqari galogenlər necha qo'yib tayyor holatında turibdi. Yanımızda yine bir xonamiz, endi buni xohlasangizda bolajonlar uchun xona aytsangizda bo'ladi ekan. Radiatorlar qo'yilgan hammada. Devorli bu illyuziya deydi, bir taxtadan o'tilganda lekin oboy ekan. Oboy ekan, lekin bu chiroyli ko'rinishda. Bu oboyimiz ham chiroyli ko'rinishda. Buni ham yaqinlashtirib ko'rsating. Arzon oboylar emas bular izli. Chunki men o'zim ham uy shu remont etaman, zo'taman, sotaman. Bundan bilamanki, shu arzon oboylar emas. Patolog kısmı natijli patologlar aytilgan chiroyli ko'rinishda. Yani sizlere görsatib bermoqchi bo'lgan xonadonlarimiz tushadi, hujjatlarini ko'rdik, ko'rsatdik o'zlaringiz ham. Bundan kelasizlar, tekshirasizlar, ma'qul bo'ladi bo'lsa ustida kelishib olaverasizlar. Bahosini yana bir marta aytib o'tamiz, hamma ma'lumotni yana bir bilib o'tamiz. Ozgina qisqa vaqt ichida manzili Urganchda 9 oxirida yangi Ashgabatskida joylashgan. Uylarimiz 250 metr kvadratda joylashgan. Bahosi $125.000. Yok, üstünde yine gelişilinadi. Halasazla narsalar bilan, halasazla narsa sistem shunday sotib olishingiz mumkin va uyimiz variantları pulunuz yetmese bir 2-3 ay durup beradilar. Yani azraqana keyin mashinalaringiz bo'ladi bo'lsa, mashin bilan barterasiz sotib olishingiz mumkin bo'ladi ekan. Esa batafsil ma'lumot uchun ekranda uy egasi telefon raqamlari ko'rsatilgan. Agarda bizlar ham reklama xizmatlarimiz qiziqtiradi bo'lsa, unda bizlarning telefon raqamlarimiz ko'rsatilgan. Bizda hozirgi kunda 13 ta kanalimiz bor, ya'ni 300 mingdan ko'p obunachimiz bor. Biz orqali uyingizni tez va osonroq sotishingiz mumkin bo'ladi. Qiziqtiradi bo'lsa, administratorimizga telefon etib reklama xizmatlarimiz haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Sizler şu bilen videolarımıza ekliyoruz. Bizzatini like basınlar, basıp koyunlar. Çünkü sizlere kolumuzdan gelince hareket kıldık ve uyinizde oturup şunu xonadonlarni tomosha qilib o'tib ko'chada qidirib bilmeyin. Kuzatganlar uchun katta rahmat deymiz. Sağ olun, salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda görüşguncha.